ko'pchilikni qiziqtirgan savol, jinsiy aloqa davomiyligi normal holatda qancha bo'lishi kerak? Hamma har xil aytadi va ko'pchilik tez bo'shanish masalasi bilan ham murojaat qilib turishadi. Albatta. Bu narsani qarang, normani bilib olishimiz kerak-da. Birinchi navbatda norma bu doimiy jinsiy aloqada regularniy bo'luvchi insonlarda 3-5 minutni tashkil qiladi. Birinchi jinsiy aloqa. Agar siz temperamentingiz yuqori bo'lsa, yana ikkinchisiga harakat qilmoqchisiz, misol uchun, va interval bo'lishi kerak orasida, riski jinsiy aloqa bo'lishligi kerak emas. Va bora qolib kulmagan masalanga qarab. Ikkinchi holat bo'lsa, bu albatta interval bo'lishligi kerak. Intervalimiz bizda 40 minutni tashkil qiladi va 40 minutdan keyin ikkinchi jinsiy aloqaga harakat qilingan paytda bu 7-15 minutni tashkil qilishligi mumkin. Endi bitta narsani men kelayotgan bemorlarimizdan shu narsani bilamanki, doktor, menda tez bo'shanish bor deb kelishadi, murojaat qilishadi. Men birinchi beradigan savolim, siz uylanganmisiz deyman. Va regularniy jinsiy hayotga o'tdingizmi deyman. Ya'ni regularniy jinsiy hayot bu haftasiga 3-4 martani tashkil qilishi kerak. Va albatta bu oldin ham aytib o'tilganman, yoshga doir o'zini sanoqlari bor. O'sha yoshga doir jinsiy aloqa bu insonning o'sha temperamentiga bog'liq, yeb ichishiga bog'liq, klimatiga bog'liq, yoshiga bog'liq jihatlari bor. Va albatta siz agar jinsiy faoliyat yuritmabsiz, lekin jinsiy aloqa qilmoqchi bo'ldingiz, masalan 1 yilda yo 6 oyda yo 5 yilda yo 5 oyda va urug' tez kelib qoldi. Bu siz uchun kasallik emas. Faqat uni biz bilishimiz mumkin, kasallik qachonki siz regular jinsiy aloqaga o'tganingizdan keyin tekshirib ko'riladi va muddati aniqlanadi va ishoning butunlay boshqacha bo'lib chiqadi. Siz hozir bo'ydoqchilik paytiga chiqayotgan urug'ning muddati siz uylangandan keyin jinsiy hayotga o'tganingizdan keyin muddati butunlay boshqa bo'ladi.